va yoki ilgirki kishilarning tarixini o'qiylik, uni xuddi o'tmishdek, endi takror bo'lmaydigandek muomala qilishimiz bizning tarixni va Qur'ondagi qissalarni o'qishdagi eng chong xatoligimiz. İmtihan qilib, iymoninglarning haqiqiy ekanligi bilinib bo'lgandan keyin ya Alloh taolo sizlarga shu dunyoda yordam qiladi va yoki bu yo'lda shahid bo'lsanglar, Alloh taolo sizlarga jannatni beradi deydi. Qaysimiz iymonimiz mustahkam turib, Alloh tanlagan bandalardan bo'la olamiz? Qaysimiz endi besim keldi, amal bo'lmadi, yashamasak bo'lmaydi deb boshqa bir yo'lni tanlaymiz? Qur'onlarimiz kuydirilgan, masjidlarimiz chaqilgan, o'yg'oq musulmonlarimiz iymoni uchun turmalarga tashlanish va yoki o'ltirilish va yoki iymondan voz kechib, shularga o'xshash nimdisi ma'qul deb yashash o'ttirisida tanlashdi qolgan bugungi kundagi Uyg'ur musulmonlar uchun Qur'on Karimda nozil qilingan Ashabul Uhdud qissasi, ya'ni o'rak egilari qissa haqida o'ylanış, tafakkur qilish bizga nurg'unlagan chiqish yo'li va nurg'unlagan ibrat va darslarni beradi. Biz mayli Qur'ondagi qissalarni o'qiylik va yoki ilgirki kishilarning tarixini o'qiylik, uni xuddi o'tmishdek, endi takror bo'lmaydigandek muomala qilishimiz bizning tarixni va Qur'ondagi qissalarni o'qishdagi eng chong xatoligimiz. Esimizda bo'lishi kerakki, tarix takrordan iborat. Yani tarix chuqur takrorlanadi. Mana bu sababdan ilgari kishilarning tarixi Qur'on Karimda tarix sifatida emas, undan ibrat va dars olishimiz uchun dastur sifatida nozil qilingan. Shuning uchun biz Qur'ondagi qissalar bo'lsin va yoki ilgari kishilarning tarixi bo'lsin, bu ish chuqur bizning beshimizga keladi. Biz qanday muomala qilamiz? Ilgari o'tgan kishilarga o'xshash bu imtihondan o'tishga tirishamdik, buningga bel bog'lamdik va yoki bu imtihondan o'tamay irib ketamdik, nimdisi ma'qul demdik, bu haqda o'ylashimiz kerak. Bilginimizdek Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a vahiy kelgan vaqtida onun beşida nayt asonli kishilar iymon etgan, ishongan, ergashgan. Shundaqla Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a ishongan, iymon etgan kishilar nayt ig'ir qiyin qistoqlarga uchragan. Ba'zi o'zini qo'li etilsa, ba'zi o'liga sulab qo'yilgan. Ba'zi ig'ir tashlar bilan mijib qiynalgan bo'lsa, ba'zi qiziq cho'g'lar ustida yotqizilib, dömbülür ko'gan qadar ana shundaq vahshiy usulda qiynalgan. Nima uchun bunda qiynalgan? Men musulmon, Allohga ishonima, meni Alloh yaratdi. Bu kainatning egasi Allah. O'lgandan keyin bir hayot bor, jannat bor, do'zax bor deb Allohga ishonganligi, iymon etganligi uchun mana shunday azobga duchor bo'lgan. Lekin bu azob ularning iymonini texmi ching'atgan, iymonda texmi mustahkam bo'lgan. Nima uchun kofirlar, zolimlar bu iymondan, ya'ni la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad Allohning elchisi degan bu jumla so'zdan shunchalik qo'rqdi. Chunki bu jumla so'zining ostiga ilohiy adolat yushirilgan, tavhid yushirilgan. Bu jumla so'zi bilan bir odamning hayoti o'zgaradi, bir oila o'zgaradi, bir jamiyat o'zgaradi, bir davlat o'zgaradi. Ya'ni la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan bu tavhid kalimasini haqiqiy aytgan vaqtimizda dunyoda zulm puttirib turolmaydi. Shuning uchun zolimlar qo'ldagi zulm qamchisining tushib ketishidan ansirab bu so'zga shunchalik qarshi turadi. Shundaqla biz bu so'zni haqiqiy tushunib aytgan vaqtimizda bizning oldimizda hech kim to'siyamaydi. Haqiqiy iymon etgan kishi dunyoga jang e'lon qila oladi. Kofirlar qanchalik kuchli bo'lsa-mu, Allohdan boshqa har qanday narsa u musulmonning ko'zida ajoyib kichiklab ketadi. Chunki u musulmon bu dunyodan boshqa bir hayotni aql ko'zi bilan ko'rgan. Bu dunyodagi kishilar cho'ng deb cho'qinayotgan narsalardan buyuk bo'lgan bir zotni aql ko'zi orqali, uning qudrat orqali onu his qila olgan. Shunga zolimlar, kofirlar haqiqiy mu'mindan qo'rqadi. Uning oldini to'siyamaydiganligini bilganlik uchun u nada bo'lsa uni o'ltirish va yoki turmaga tashlash bilan uni yo'qotmoqchi bo'ladi. Mana bu sababdan haqiqiy iymon aytaman degan kishi turli sinoqlarga, qiyinchiliklarga duchor bo'ladi. Xuddi bugun kunimizda biz Uyg'ur musulmonlari duchor bo'lganga o'xshash. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning sahobalari mana shunday iymonda har xil ig'ir sinoqlarga duch kelgan vaqtida Alloh taolo Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga ilgari o'tgan kishilarning qissalarini, tarixlarini so'zlab berish orqali ularning qalbini mustahkam qilgan, ularga malham ato qilgan. Ya'ni tarix takrordan iborat. Ilgari kishilar iymoni uchun ana shunday badal to'lagan bo'lsa, ey Muhammad, ey Muhammadning sahobalari, ey Muhammadning ummati bo'lgan Uyg'ur musulmonlari, sizlar ana shunday qiyinchiliklarga uchraysizlar. Bu orqali qaysilarning iymoni haqiqiy, qaysilarning iymoni haqiqiy emas, ayriladi deydi. Va Alloh taolo bu haqda Qur'on Karimda am hasibatum an tadkhulul janna wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum. Sizlar ilgari kishilar uchragan u qiyinchiliklarga uchramay turib jannatga kirmaysiz deb o'ylamsizlar. Ya'ni bugun so'zlamoqchi bo'lgan Ashabul Uhdud qissalar uchragan qiyinchiliklarga uchramay turib, Ashabul Kahf yoshlar uchragan qiyinchiliklarga uchramay turib, Allohga iymon etdik degan bu so'z bilan jannat kirish
bo'lishini o'ylamsizlar? Undaq bo'lmaydi. Alloh taolo sizlarni cho'qim imtihon qiladi. Imtihon qilib iymoninglarning haqiqiy ekanligi bilinib bo'lgandan keyin ya Alloh taolo sizlarga shu dunyoda yordam qiladi va yoki bu yo'lda shahid bo'lsanglar Alloh taolo sizlarga jannatni beradi deydi. Alloh taolo yuqorqi oyatning davomida masathumul ba'sa wad-darra ilgari iymon etgan kishilar iymon etganlik uchun ularga qattiqchilik kelgan. Vazulzilu ularning putlari tavrab ketgan. Ya'ni qattiqchilikning ig'irligidan tavrab ketgan. Hatta yaqular rasul vallazina amanu ma'a. Hatta Allohning payg'ambari bo'lgan kishilar va payg'ambarning atrofida bo'lgan kishilar mata nasrulloh Allohning yordami qachon deyishib ketgan. Ya'ni orasida payg'ambar turib, hatto payg'ambarmi zodi Allohning yordami qachon keladi deyishib ketgan. Demak, sizlar ana shuning o'xshash imtihon qilinsizlar. Mana bu imtihon orqali sizlarning ichinglardagi haqiqiy mu'minlar bilan soxta mu'minlar ayrildi deydi. Va u ilgari o'tgan va qiyinchiliklarga uchragan kishilar qatoridan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga ashabul uhdudning qissasini surburishda Alloh taolo vahiy qilib nozil qildi. Bu qissaning tafsiloti bunda. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga payg'ambarlik kelishdan 50 yil burunla Yamanda yashaydigan Bani Isroillar, ya'ni Yamanda yashaydigan Isa alayhisalomning payg'ambarligini e'tirof qilmaydigan Yahudiylar shirk va zulmda nihoyat haddidan oshgan edi. O vaqtdagi ularning podshohi bo'lsa, o'zini iloh deb da'vo qilgan edi. Shundaqla o'zining iloh ekanligiga kishilarni ishontirish uchun usti bir sehrgarni o'zining hamrohi qilgan. O sehrgar har xil o'yinlarni o'ynash orqali o podshohni iloh ko'rsatishga tirishgan. Xuddi bugungi kunimizda axborot vositalari ma'lum kishilarni xuddi ilohdek ko'rsatishga tirishganga o'xshash. O davrlarda podshohni ilohdek ko'rsatmoqchi bo'lganlar sehrgarlar edi. O sehrgarning yordamida podshoh o'zini iloh deb e'lon qilgan. Shundaqla kishilarga buni zo'rlab tangan. Uning ilohligini e'tirof qilmagan, inkor qilgan kishilarni nihoyat qattiq qiynagan, zindonlarga tashlagan, hatto nihoyat vahshiylarcha o'ldirib o'tgan. Yillarning o'tishi bilan bu podshohning sehrgari qariydi. Bu sehrgar Allohga tövbe qilish u yoqda tursin. Ey podshoh, men yashanib qoldim. Men o'lib ketsam, sizning ilohligingizni kishilarga ko'rsatadigan odam qolmaydi. Shuning uchun siz menga eng zirak aqlli bolalarni tepib bersangiz, men uning sehrlarining hammasini o'gitib qo'ysam deydi. Podshoh bo'ladi deb butun shahar ichidan izlab eng zirak, eng aqlli bolalarni tepib akiladi. Va uning sehr o'gitishga tutib beradi. Shunday qilib bu bola har kuni atdeganda sehrgarning uyiga berib, uningdan sehr o'ginadi, kashta qaytadi. Uning uyi bilan sehrgarning uyining oraliqida bir darvishning uyi bor edi. Ya'ni shu davrdagi to'g'ri yo'lda mangan bir kishining uyi bor edi. U sehrgarning uyiga berish kirish oraliqida u odam bilan tunishib qoladi. U darvish uningdan nega borsa deydi. U bola men paloni sehrgarning qishig'a sehr o'ginishim bormi deydi. U darvish bolaga har xil savollarni tashlash orqali aqlni chekishga boshlaydi. Bu podshoh ilohmi, robmi, sana rizq beramdi yoki sana va menga o'xshash havoga suv ehtiyoji bormi deyish orqali bolaga iymonni tushuntirishga boshlaydi. Bola har kuni berib kelishda u darvish bilan ko'rishib, paranglashib, uning gaplari qallisini o'tib qoladi va uning amroq bo'lib qoladi. Uning qishda uzun o'ltirib qolib, sehrgarning qishga bora vaqtida kechikib qoladi, uyga kech qaytadi. Sehrgarning qishga borgan vaqtda sehrgar nima deb kech kelsa deb uningga ochiqlaydi va hatto ba'zida uradi. Uyga kech borsa, uydagilar nima deb kech kelsa deb uningga ochiqlaydi. Bola bu ahvolni darvishga aytgandan keyin darvish agar sana sehrgar ochiqlab qolsa, nima uchun kechikding deb meni uydagilar kechiktirib qo'ydi degan. Agar uyingdagilar ochiqlab qolsa, meni sehrgar kechiktirib qo'ydi, ya'ni shuning qishda uzun o'ltirib kechikib qoldim degan deydi. Bu orqali bola ikki tarafning bismidan qutuladi va u darvishdan iymon o'rganishga vaqt chiqadi. Shunday qilib bola har kuni sehrgarning uyiga berishdan ilgari u darvishdan iymon darsini anglatib, ondan keyin boradi. Atdigandan tortib kesh kucha sehrgarning qishda har xil kufr ishlarni, kufr tarbiyalarini anglagan bo'lsa-mu, lekin darvishdan anglagan iymon darsi tufayli u sehrgarning kufr so'zlari, kufr tarbiyalari uning bu quliqidan kirib, u quliqidan chiqib ketadi. Ya'ni bir odam iymoniy tarbiyadan ayrilmaydi ekan, u qanchalik kufr muhit ichida yashasa-mu, hatto ana shunday kufrlikni da'vo qiladigan sehrgarning tarbiyasida bo'lsa-mu, uningga u kufrlik ta'sir qilmaydi. Masalan, bizning vatanimizda ana shu otizmlarning maktabida o'qigan, bizga dinsizlik kitoblarini dars o'tatdi, lekin oila tarbiyamiz tufayli u dinsizlik tashviqotlari bizga qat'iy yo'qmagan. Shuning o'xshash bu balog'imi u darish bilan kunda ushurishib, undan iymon darsi olgan bo'lg'achqa, u sehrgarning kufr tarbiyalari qat'iy ta'sir qilmaydi. Demak, bir odamga nisbatan iymoniy tarbiya meli to'g'ri jihatda bo'lsa, meli qanday usulda bo'lmasin, nihoyat muhim. Har vaqt dars anglash, iymoniy tarbiyalarni anglab turish bizning kufrning tashviqotlaridan saqlab qoladi. Ya'ni kufrning tashviqotlari qancha kuchli bo'lsa-mu, bizning iymonimizni saqlashga intayin foydasi bor. Bola shunday qilib sehrgarning uyiga bag'ach darvishdan iymoniy darslarni olib, haqiqiy mu'min bo'ladi. O'zining iymonini maxfiy tutadi. Lekin bu bolaning iymonini bir kuchlantirishga, haqiqiy jazmiyat darajasiga ko'tarishga ehtiyoji bor edi. Shunday turgan kunlarning birida u sehrgarning uyiga menayotgan vaqtda kishilarning yo'ldan o'tolmay to'plashib ketganligini ko'radi. Bu bola kishilarning qishig'i bir qarg'udak bo'lsa, nihoyat cho'ng hayvondan birisi yo'lning o'rtasida yetib olgan edi. Kishilar yaqinlashishga jur'at qilolmayotdi. Bola buni ko'rib, "Endi bugun darvishning degani to'g'rimi va yoki sehrgarning degani to'g'rimi ayiradigan vaqt keldi" deydi-da, kishilarga "To'xtanglar, men uni o'ldirib beraman" deydi. Kishilarning hammasi hayron qoladi. Kichik bola u cho'ng hayvonni qandoqmi o'ldira olsin? Bola yo'ldan kichik bir toshni qo'liga oladi-da,
bismillah deb u hayvonga atadi. Tash hayvonga tegishiga hayvon o'ladi. Kishilar hayron qoladi. Va undan sen kichik bola turib, bu kichikgina tash bilan o cho'ng hayvonni qanday o'ltiralding deydi. Bola kishilarga, "Yo'q, u hayvonni men o'ltirmadim. Uni Alloh o'ltirdi. Men faqat atdim, ya'ni sabab qildim, ammo uni o'ltirgani Alloh" deydi. Chunki bu yerda sabab nihoyat ojiz. Atquchi kichik bir bola, tekkinimi kichik bir tash. Sabab qonuni bo'yicha vaqtimizda kichik tash cho'ng hayvonni o'ltirolmaydi. Lekin bu yerda o'ltiradi. Kim o'ltiradi? Alloh o'ltiradi. Ammo kishilarning hammasi sababga qarab olgan bo'lg'achqa hayron qoldi. Lekin bola hayron qolmadi. Uni Alloh o'ltirdi dedi. Biz atrofimizga qarab boqadigan bo'lsak, sabab nihoyat ojiz, ammo undan kelib chiqqan ishlar nihoyat cho'ng ishlarni ko'ralaymiz. Bunga biz asli hayron qilishimiz kerak. Lekin o ishlar bizning atrofimizda har kuni bo'layotgan bo'lg'achqa unga hayron qolmaymiz. Masalan desak, bizning badanimizga foydali, ichida har xil ilminotlar, vitaminlar, oqsillar bo'lgan bir süt aqlsiz, nimaligini bilmaydigan kaladan chiqadi. Ya'ni sabab kala. Natija bo'lsa, bizning badanimizga foydali bo'lgan, har kuni etdiganda ko'pinchimiz ichadigan süt. Bu aqlsiz kala. Bu bizning badanimizga foydali sütni chiqara olamdi degan bu savolni qo'yishimiz kerak. Sabab nuqtasidan qarab vaqtimizda uning qo'lidan bu kelmaydi. Kala emas, bir professorning qo'lidan bu kelmaydi. Bir insonning, bir professorning qo'lidan kelmagan ish, aqlsiz hayvonning qo'lidan kelsa, biz buni qanday tushunamiz? Xuddi kichik tash bilan cho'ng hayvonni o'ltirganga o'xshash tushunamiz. Ya'ni bu kala bir sabab. Sütni kala bermedi. Sütü bizga Alloh taolo berdi. Kalani parda qilib, sabab qilib turib, ondan keyin berdi deymiz. Undan boshqa hamma narsalar qarasak, biz bundaq ahvollarni, bundaq mo'jizalarni ko'ra olamiz. Masalan, derizni ichib olsak, o derizni topolmay, tomlarga usib, aran chiqib ketadigan bir hasal harisi bizning badanimizga foydali bo'lgan, uzuqliq qimmati nihoyat mo'l bo'lgan hasalni bizga beradi. Biz chiqara olamiz hasalni, chiqara olmaymiz. Ammo u hasal harisi chiqaradi. Hasal harisi ana shundaq aqlli, zirak bo'lganlik uchun chiqara olamdi. Yo'q. Hasal harisida aql yo'q. Chunki boy deganimizda bir derizni ichib qo'ysak, derizni topolmay usib yuradigan bir hasharat. Mana bu shundaq aqlsiz hasharatning qo'ldan ana shundaq kishilarni ojiz qiladigan foydali bir narsa chiqqan bo'lsa, biz bu yerdan Allohning qudratini ko'ra olishimiz kerak. Buni bir mo'jiza deb tunishimiz kerak. Nurg'ulg'an kishilar hasalni tadqiq qilish, uning rakqa qarshi turish kuchini bayqash orqali doktorlik va yoki magistrlik unvonlariga erishadi. Hamda hasalni tadqiq qilish orqali bir odam doktorlik unvoni va yoki shunga o'xshagan har qanday bir unvonni olsa, o hasalni ishlab chiqargan hasal harisga qaysi unvonni bersak bo'ladi? Agar biz hasalni mush heri ishlab chiqargan deb qarasak, biz u hasal harisga professorlik unvoni berishimiz kerak. Chunki u ishlab chiqargan narsani tadqiq qilganlar har xil unvonlarga erishsa, uni ishlab chiqargan hasharatning bo'lishi kerak, texnik cho'ng unvonga erishish kerak. Ammo biz musulmonlar uni bir sabab, uni ishlab chiqarmadi. Uni Alloh o'sha hasal harisini parda qilib, sabab qilib bizga berdi deymiz. Dal shunga o'xshash bu bolami tashni atdi, sabab qildi, lekin u hayvonni o'ltirgani bo'lsa, Alloh bo'ldi. Bu bola kishilarga shu nuqtani tushuntirishga tirishadi va yo'liga ravon bo'ladi. Darvishning qishig'i bo'lgandan keyin bo'lgan ahvolni darvishga aytadi. Darvish bu gapni anglab nihoyat hayron qoladi va bolaga, "Ey bolam, sen mendan eshib ketibsan. Sening oldinga ig'ir sinoqlar duch keladi. Sabr qilgin. Bu ishlarni mening sana o'rgatganligimni hech kimga aytmagin" deydi. Bola bo'ladi deydi. Bolaning iymoni kundan kunga erishadi. Allohga bo'lgan bog'lanishi tug'ansir chingiydi. Allohga bo'lgan tunishi kundan kunga cho'nqurlashadi. Bola mana shunday turib tashqan iymon bilan saqaymas kasallarning qishig'i berib, ularga duo qiladi. Duo qilgan hamonlar u kasallar shifo topishga boshlaydi. Kishilar hayron qoladi. Bola darhol buningga men shifolik bermadim. Alloh shifolik berdi. Men duo qildim deb kishilarga bu orqali Allohni tunishtirishga, tavhidga, iymonga chaqirishga boshlaydi. Bolaning nomi atrofga tarqalishga boshlaydi. Ba'zilarning ko'zida usta sehigar, ba'zilarning ko'zida haqiqiy mu'min yosh bo'lib tunilishga boshlaydi. Podshohning yendan ayrilmaydigan bir hamrohi bor edi. Bu amo vazir u bolaning gapini anglab, uning qishig'iga boradi va uningga "Mening ko'zimni saqaytib qo'ysang" deydi. Bola darhol "Men sening ko'zingni saqaytamayman. Sening ko'zingni Alloh saqaytadi. Men faqat Allohga, Allohning nomi bilan duo qilaman" deydi. Bu vazir bizning podshohimizdan boshqa Rabbimiz bormi deydi. Bu bola agar podshoh bizning Rabbimiz bo'lgan bo'lsa, sen mening qishimni kamaytding. Sen ko'zingni shuningga davolatding. Uni saqaytamadi. O'ylab boqmamsa. Uningmi bizga o'xshash ehtiyoji bor. Uni yeydi, suv ichadi, havo bilan nafaslanadi. U qandaqmi Rabb iloh bo'lsin deb uningga iymonni tushuntiradi. Buni anglagan vazirning qalbi yuriydi-da, "La ilaha illalloh. Haqiqatan Allohdan boshqa iloh yo'q-kan. U podshoh iloh emas-kan" deb iymon etdi. Ondan keyin bola uningga "Bismillah, Allohning nomi bilan" deb duo qiladi. Shu hamon uning ko'zida echilib saqiydi. Vazir Allohga shukrlarni aytib ketadi va podshohning qishig'iga boradi. Podshoh bu vazirning ko'zi echilganligini ko'rib, "Ko'zingni kim saqaytdi?" deydi. "Rabbim saqaytdi" deydi. Podshoh "Valaka rabbun g'ayri? Sening mendan boshqa Rabbing bormi?" deb so'raydi. Bu vazir "Mening Rabbim seni va meni yaratgan
Mening ko'zimga shifolik bergan zot deb Allohni tushuntirishga boshlaydi. Buni anglagan podshoh nihoyat g'azablanib, uni darhol zindonga tashlaydi va har xil qiyin qistoqlar bilan qiynashga boshlaydi. Darhol iymoningdan yanmasang seni o'ldiritaman deb har xil tahdidlarga soladi. Lekin bu odam iymonida mustahkam turadi. Podshoh bu ishlarning yep uchini tepish uchun sana bu ishni kim o'rgatdi deb ajoyib ig'ir qiyin qistoqlar bilan qiynashga boshlaydi. U odam oxiri hiliqa bolning o'rnini deb qo'yadi. Askarlar u bolni darhol tutib akiladi va uni nihoyat ig'ir qiyin qistoqqa oladi. Bu bolimi azob qo'llanmay, u ishlarning hammasini darvishni o'rganganligini aytib qo'yadi. Askarlar u darvishni tutib akiladi va darvishni iymoningdan agar yanmasang seni vahshiylarcha qiynayman deydi. Darvish la ilaha illalloh Allah'tan başka ilah yok deb iymanda mustahkam turadi. Podshohning Rob deyishni inkor qiladi. Podshoh har keltirib kishilarning ko'z oldida bu dervishni her deb o'ltirib o'tadi. Dervishni ana shunday vahshiylarcha o'ltirib o'tgandan keyin podshoh bolani el qilishni o'ylaydi. Chunki bola kichik, agar uni el qila olsa, o'zini texmi iloh ko'rsatadi. Shuning uchun bolaga nihoyat yumshoq gaplarni qiladi. Lekin bola keskin ifodasini bildirib, sen iloh emas, sen bizga o'xshash bir banda, iloh bizni yaratgan deb iymonda mustahkam turadi. Uning keskin ifodasini ko'rgan podshoh uni o'ltirib o'tishni niyat qilib, bu ishlarni yo'g'ishtirmoqchi bo'ladi. Vazirlarga uni olib igiz tog'ning ustiga chiqinglar va u yerda iymonni yenishga majburlanglar. Agar mening degan gapimga unab iymonidan yansa, uni qaytirib akiranglar. Agar undaqa unamasa, igiz tog'ning ustidan uni tashlab o'tinglar deydi. Bir qancha askarlar uni tutib, igiz tog'ning qishig'iga elib chiqadi va uningdan iymonidan yan deydi. Ana shundaq tek qiyoning ustida bu bola la ilaha illalloh Allah'tan başka ilah yok deb iymanda mustahkam turadi. Ve Allah'a Allahumma kfinihim bima shi'ta. Ey Allah, sen o'zing xohlagan qudrating bilan bu zalimlarni yo'qotgin, meni bulardan qutuldirgin deb Allohdan tilaydi. Bu vaqtda tag'nayt qattiq bir tavraydi-da, ularning hammasi yiqilib o'ladi. Balla Allohning mo'jizasi bilan yordam bilan saq qoladi. Bola bu mo'jizalarni podshoh ko'rsa, iymonga yenib qoladi degan maqsadda podshohning oldiga yana o'zi boradi. Podshoh u bolaning saq salomat qaytib kelganligini ko'rib nihoyat hayron qoladi. Askarlar qani deb so'raydi. Bola bo'lgan ishlarning hammani so'zlab beradi. Podshoh iymon etish u yoqda tursin, texmi hakavorlik qilib, seni qanday qilsam qilib o'ltirma deb askarlarga bu bolani dengizning o'tirisiga olib va u yerda iymondan yenishni so'ranglar. Agar iymondan yansa, qaytirib akalanglar. Agar yana yanmasa, dengizga cho'ktirib o'tinglar deydi. Askarlar u bolani dengizga elib chiqadi. Dengizning o'tirisiga kelgan vaqtda iymondan yenishni so'raydi, lekin bola keskin rad qiladi. Shundaqla Alloh taolaga Allohumma kfinihim bima shi'ta. Ey Alloh, qudrating bilan meni qutqizgin deb Allohga duo qiladi. Bu vaqtda inqalabat safina kema o'rilib ketadi. Ularning hammasi g'arq bo'ladi. Bola bo'lsa, kemaning bir taxtiga esib qilib saq qoladi. Va podshoh endi bu mo'jizani ko'rsa iymon etib qoladi degan umidda yana podshohning oldiga boradi. Podshoh bolaning yana saq kelganligini ko'rib hayron qilib, "Nima bo'ldi? Qani askarlar?" deydi. Bola bo'lgan ishlarni bir so'zlab beradi. Podshoh yana hakavorlik tahdidini eshitib, "Seni qanday qilsam qilib o'ltirma" deb har xil usullarni qilib baqadi, lekin u bolani o'ltirolmaydi. Oxir u bola podshohga, "Ey podshoh, sen meni men degan ishni qilmoqchi o'ltirolmaysan" deydi. Podshoh amalsiz, "Qani ayta, qanday qilsam o'ltiralayman" deydi. Bola, "Agar sen meni o'qdanimdan o'qni elib, bismi robbi hadal g'ulam, bu bolaning Robbi bilan deb assam o'ltiralaysan, unda qilmaydi kelsa, meni o'ltirolmaysan" deydi. Bu vaqt vazirlar, "Ey podshoh, agar bismi robbi hadal g'ulam, bu shu bolaning Robbi bilan deb assam, bu bola o'lib qolsa, bu bolaning Robbining rost ekanligi o'tirg'i chiqadi. Kishilar iymon aytib ketadi, sening ilohligingga ishonmaydi" deydi. Amalsiz qolgan podshoh, "Qanday qilsam qilib, mushu boladan qutulsam, bu ishlar tugaydi" deb o'ylab, bolaning degani bo'yicha kishilarning hammasini egiz bir yerga to'playdi. Bolani daraxtga bog'laydi. Ondan keyin o'qiyani qo'lga olib, bismi robbi hadal g'ulam, bu bolaning Robbi bilan otdim deb o'qiyani otadi. O'qiya bolaning chikisiga tegib, bola shu hamon shahid bo'ladi. Ya'ni bu bola men o'lsammi o'lay, kishilar Robbimning kuchini ko'rsin deb o'zini qurbon qiladi. Ya'ni shahid qiladi. Bolaning shahid bo'lishi bilan kishilarning hammasi bu bolaning Robbiga iymon etdik deb sadolarni yangrtib ketadi. Vazirlar podshohga malomat qilishga boshlaydi. Ko'rdingizmi? Kishilarning hammasi iymon etib ketdi deydi. Malomatlar ostida qolgan podshoh, "To'xtanglar, men ularni betaraf qilaman" deb askarlarga cho'ng o'rak qilishga buyurdi. Taraflarga o'rak qo'yildi. Ondan keyin iymon etganlarning hammasini tutib akeladi. O'rakni o'tin bilan to'ldirib o't yoqadi. O't rosa ko'ygan vaqtda aynan shu iymon etgan kishilarni birma-bir tekshirib, agar iymonda mustahkam tursa, o'tqa tashlaydi. Iymondan yansa, saq qo'yadi. Mana shunday usul bilan nurg'unlagan iymon etgan kishilarni o'tqa tashlab o'ltirib o'tadi. Allohning mo'jizasini o'z ko'zi bilan ko'rib iymon etgan bu kishilar vaqtliq o'tdagi azobni tanlaydi. Ya'ni u oxiratdagi hayotni qo'lga olish uchun shahodat yo'lini tanlab, iymonda mustahkam turib o'tni tanlaydi. Navbat quchqida bolasi va bir ayolga keladi. Ayol ikkilanib turgan vaqtda buvoq uzvan kelib, "Ey ana, sen haqiqat ustida" deydi. Mana bu buvoq holatida gap qilgan 3 buvoqning birisi. Bu mo'jizani
ko'rgan ayol o'tga qarab xuddi jannatni ko'rgandek, oxiratni ko'rgandek bo'ladi-da, iymonida mustahkam turadi. Bu sababli askarlar u ayolni kuyayotgan o'tga tashlaydi. Bir damlik azobdan keyin uning ruhi barzax hayotiga safar qiladi. Mana bu voqelik payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom dunyoga kelishidan 50 yil burunla Yamanda haqiqiy yuz bergan voqelik. Alloh taolo bu voqelikni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga so'zlab berish orqali iymon uchun kelgan qiyinchiliklarga sabr qilishga, chidamchan bo'lishga buyruq qiladi. Shundaqla Alloh taolo Buruj surasida bularning voqelikini tafsiliy bayon qiladi. Alloh taolo bularning voqelikini bayon qilishdan ilgari takrar qasam qilib turib boshlaydi. Was-samaa'i zatil buruj, yulduzlar bo'lgan osmon bilan qasam, val yawmil mav'ud, qiyomat bilan qasam, va shahidi va mashhud, juma kuni va harb kuni bilan qasamki, qutila ashabul uhdud, o'rak egilari la'natga uchirdi. Ya'ni iymonda mustahkam turganlik uchun o'rakka o'tqa tashlagan ana shu zolimlarning hammasi Allohning la'natiga uchirdi. An-naru zatul waqud, u o'raklar o'tlar bilan to'ldirilgan edi. Idhum alayha qu'ud, ular mu'minlarni o'rakka tashlagandan keyin ularga qarab o'ltirgan edi. Ya'ni u zolimlar uni tomosha qilgan edi. Va ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahi al-azizil hamid. Ular hamid bo'lgan, aziz bo'lgan Allohga iymon etganlik uchunlar ana shundaq mu'minlardan intiqom oldi. Ularga zulm qildi. Allazi lahu mulkus samawati wal ard wallohu ala kulli shay'in shahid. Osmon zaminning egisi bo'lgan Alloh taolo hamma ishlardan xabardor, hamma ishlarni ko'rib turg'uchidir. Demak, necha asr almashgan bo'lsa-mu, kofirlarning bizning oldimizga qo'ygan tanlashi hech qachon o'zgargan emas. Ya iymonidan yana bizga o'xshash bo'lib yashaysa, ya iymonida mustahkam tursan, o'lsa degandan iborat bu tanlashni shu davrda qo'ygan. Bugun kunimizda bizning oldimizga Uyg'ur musulmonlarining oldiga qo'yibdi. Amaliyotda buning hammasidan vallohu ala kulli shay'in shahid. Allohning xabari bor. Nima uchun Alloh taolo buni yo'l qo'ydi? Ahasiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna va hum la yuftanun. Kishilar amanna, iymon aytdik deb qo'yiblam. Shundaq imtihonlarga duchor bo'lmay, ig'zimizda biz musulmon deb yashaymiz deb o'ylamdi. Undaq bo'lmaydi. Haqiqiy jannatga kirgizadigan iymon bilan saxta, do'lqinga ergishib iymon ayriladi. Haqiqiy iymon sizni jannatga akiralaydi. Haqiqiy iymon bo'lsa, mana shunda qiyinchilik kelgan vaqtida tervinmagan, uning uchun badal to'layolgan iymon. Demak, ashabul kahfi yashirin beshiga kelgan zulm bo'lsin, va yoki ashabul uxdudki bu kishilarning beshiga kelgan u vahshiy zulm bo'lsin, va yoki bugun kunimizda bizning beshimizga kelgan u zulm bo'lsin, u faqat Allohning bizni ilg'ishi, tanlashi. Qaysimiz iymonimizni mustahkam turib Alloh tanlagan bandalardan bo'la olamiz, qaysimiz endi besim keldi, amal bo'lmadi, yashamasak bo'lmaydi deb boshqa bir yo'lni tanlaymiz. Mana shunda qiyinchilikda oshkor bo'ladi. Esimizda bo'lsinki, iymon uchun badal to'laganlar, shahid bo'lganlarmi o'ldi, vafot topdi. Iymon uchun badal to'lamay, jinimni saqlamasam bo'lmaydi deganlarmi yana o'ladi. Faqat 20-30 yil ortiqroq yashashi mumkin. Lekin ularni cho'qib o'ladi. Masalan, qandoq o'lishdi. Esimizda bo'lish kerak. Dunyoga biz yashash uchun emas, asli go'zal o'lish uchun kelgan. Chunki biz dunyoda qanchalik go'zal yashab ketaylik, cho'qim o'limiz. Shuning uchun biz go'zal o'lim fursatlarini qo'g'ilishimiz, go'zal o'lim fursati kelgan vaqtda uni o'tkazib emasligimiz kerak. Chunki inson hamon o'ladi. Iymoni uchun o'lishdimi büyük ve şerefli ölüm yok. Şundaqla Allah Teala bu vaqalikni Qur'on Karimda nazil qilishi, ey Uyg'ur musulmonlari, sizlar ana shundaq imtihon qilinyapsizlar. Sizlar o zalimlarga bo'ysunib, ularning qatoridan o'rin olamsizlar va yoki iymoninglar uchun badal to'lashni tanlamsizlar. Buni yaxshi o'ylanishinglar kerak degan bu narsani bizga eslatish uchun Alloh Teala bu vaqaliklarni Qur'on Karimda bayon qildi. Alloh Teala hammamizga eg'izimizla emas, uning uchun badal to'layoladigan, haqiqiy oxiratni, haqiqiy jannatni ko'zlagan iymon ato qilsin.